Agar shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, 90% gulizga to'g'ri keladigan turpoq tayyorlashni o'rgataman. Demak, boshladik. Hop, sizlarga aytadigan bo'lsam, men o'zim uchun kerak bo'lgan ikki xil to'rfa oldim. Birinchisi kisli, ikkinchisi esa neytralniy va uning o'rtasida esa Coco Chips. Men Agrabal to'rflarini tanlagan edim, lekin Peter firmasining to'rfini ham qo'shsanglar bo'ladi. Va bularning orasiga maydalangan karani qo'shamiz. Karani ham tayyorlayotgan yeringiz ob'yomiga qarab qo'shasiz. Ko'p qo'shib olish shart emas. Undan keyin lichizopon qo'shaman. Lichizoponni bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Biladiganlar, bilmaydiganlar uchun kommentariyada yozib yuboringlar. Mana men qo'limdagi sovutgan qizil matahim seramis bo'ladi. Seramis juda ham foydali, zo'r narsa. Uni o'ziga ekseli ham bo'ladi. Qimmatligi uchun men uni turpoqqa aralashtirdim va ozgina perlitdan keyin triferin qo'shaman. Triferin ham juda zo'r narsa. Vobshe foydasi ko'p. Biladiganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Bilmaydiganlar ko'rib o'qisin, foydali bo'ladi. Va bularni aralashtiraveramiz. O'rtoqlar, sizlarga har doimgi beradigan maslahatim, yana bir marta aytaman. Ekayotgan gulingiz nima bo'lishidan qat'iy nazar, uni ekiladigan turpoqdan hech qachon pul ayamanglar. O'shanda gulinglar mazza qilib o'sadi. Mana o'rtoqlar, boydan beri aralashtirayotgan yerim tayyor bo'ldi. Endi bunga xohlagan gulinglarni eksanglar bo'ladi. Mazza qilib o'sadi inshaalloh, uyaltirib qo'ymaydi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bilan komment esdan chiqmasa, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar. Omon bo'lasizlar.